Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Siz hozirda sog'ligingiz qanaqaligi haqida gapirib bering. Doktorga borganimga manga kista, ikki tomonlama, chap tomonga keyin o'pxilmatki, chuqurlar u dardlarga chidab bo'lmas edi. Og'riqlariga. Og'riqlarga chidab bo'lmas edi. Bu tomon o'zi tug'ruq paytda to'lg'oqday og'riq bo'lgan. Og'riq bor edi. 3 kun 4 kunlab birga uxlab, keyin borib uziga qilib nima kislar chiqardilar, keyin men sizni uchratib qolgan. Siz meni chaqirdingiz, keyin men kelib lecheniya qilib Davolanish oldingiz. Shu bilan sizga asta-sekinlik bilan lecheniya olganimdan keyin Davolanib yuruvdingiz. Hammasi yaxshi bo'lib ketdi. Xudoga shukr. Xudoga shukr. Siz menga aytdingiz bir 13tacha yazva chiqargan, nima umuman ovqat yeyish umuman yaxshi bo'lmagan. Yo'q, umuman ovqat yeyish iloji yo'q edi. Gazlik suvlar ichib bo'lmas edi. Sizga lecheniya olgandan keyin kistalarimni ham hammasi rassasi so'rilibdi. Hammasi so'rilgan. Xudoga shukr. Hozir o'ng tomonga kista yo'q, chap tomondagi so'rilgan. Xilmatga ham yo'q, eroziya ham yaxshi, shu ko'z tegmasin. Hozir hech nimadan norozilik yo'q. Xudoga shukr. Shunda ham qattiq og'riq bor edi. Shuni asosiy aytib o'tishim kerakki, faqat bosh og'rig'im kuchli bosh og'riq bilan keldingiz. Siz men boshimni ko'tarib bilmasdim, yo'qlikka qarab bilmas edim. Shu bosh og'rig'imdan ham xalos bo'ldim. Alhamdulillah, shukronalar bo'lsin.